Hamma qiyinchiliklarga parvo qilmaslik uchun ulardan-da muhimroq narsalar haqida qayg'urishni o'rganishimiz kerak. Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizni New York Times bestsellerlari ro'yxatidan 6-o'rinni egallab turgan Beparvolikning nozik san'ati kitobi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mark Manson 39 yoshli amerikalik muallif va bloger. Uning Mark Manson blogi oyiga 2 milliondan ortiq o'quvchilarni jalb etadi. Manson munosabatlar, hayot tanlovlari, psixologiya va zamonaviy Amerika madaniyati haqida yozadi. 2022-yil holatiga ko'ra u 4 ta kitob muallifi. Shulardan 3tasi Beparvolikning nozik san'ati, Hammasi rasvo uning haqida kitob va Will The New York Times bestsellerlari hisoblanadi. Uning kitoblari 13 milliondan ortiq nusxada sotilgan. So'nggi yillarda Manson ancha ommalashgan blogi orqali o'zimiz va atrofimizdagi olam haqida yolg'on tasavvurlarimiz va ularni to'g'rilash haqida yozadi. Nihoyat, u o'zining achchiq haqiqatlarini qo'limdagi kitobga jamladi. Ushbu kitobda muallif baxtli bo'lishning kaliti ijobiy fikrlashni to'xtatib, voqelikni tan olish va unga tik borishda deb ko'rsatadi. Muallif imkonimiz cheklanganini bilib, buni boricha qabul qilishni maslahat beradi. Bu qudratli bo'lishning chin manbai, deydi u. Qo'rquvimiz va nuqsonlarimizni boricha qabul qilgach, ortiq ulardan qochmaymiz, balki ularga qarshi yuzlanamiz, izlanganimiz jasorat va ishonchga erishamiz. Kitobni o'qir ekansiz, muallif ko'ngilochar hikoyalar va achchiq hazillar bilan yelkangizdan silkib, mudroqdan uyg'otgandek bo'ladi. Beparvolikning nozik san'ati yanada mazmunli, qoniqarli umr kechishingiz uchun tetiklantiruvchi qo'shtirnoq ichidagi tarsakidir. Yozuvchining kitoblari zamonaviy psixologik tadqiqotlarga, shuningdek Aflotun va Nitshe kabi faylasuflarning abadiy hikmatlariga asoslangan. Yozuvchi o'quvchilarning e'tiqod, baxt, erkinlik va umid haqidagi fikrlarini o'zgartirmoqchi emasligi haqida ogohlantiradi. Uning maqsadi insonga beparvolik san'atini o'rgatishdir. Mark Manson barcha ahamiyatsiz narsalarga e'tibor bermaslik qobiliyati insonga chinakam baxtli bo'lishga yordam berishini ta'kidlaydi. Agar siz ham ahamiyatsiz narsalar haqida qayg'urishni to'xtatib, hayotingizning chinakam muhim hodisalarga e'tibor berishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Bray tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring hamda hayotingiz davomida o'z o'rningizni topishga yordam beradigan dunyo durdonalaridan tortib o'zbek darg'alarining asarini mutolaa qiling. Bizni ijtimoiy sahifalarimizda kuzatib boring hamda kitob olamining eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling.